Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sog'liklar, salomatmisizlar, mehrli oqibatli obunachilari. Mana xabaringlar bor. Farg'ona kanalidan oldin nimaga video olyapsiz degan insonlar bo'lishi mumkin. Kechagi kuni mana hozir qayerdasiz deyishinglar mumkin. Biz hozir mana shu o'zimiz Andijon tumani Mirobod mahallasi, ya'ni o'zimning mahallamdaman. Kuni kecha soat nechilarda bilmayman, taxminan Volga minib yosh yigitimiz, ya'ni 20 yoshli yigitimiz mana shu Farg'ona kanaliga tushib ketgan. To'g'rimi aka? Ha, Shunaqa bo'lganmi? shunaqa. Endi biz bilmaymiz. Bizni ham mana Anvar akam ustozimiz mana o'zingizlar bilasizlar, Farg'ona kanalida yosh kelinchak istalashib u yerda yurishibdi. O'shaning uchun Mardona yosh shogird shunaqa tezda boringlar, o'sha yerda ham bir bola yosh yigit mana shu kanalga mashinasi bilan tushib ketgan, istashyapti. Hozir nima deydi? Shularga qanaqadir yordam kerak ekan, tezroq boringlar degan uchun biz keldik, mana bu yerga yetib keldik. Farg'ona kanali davomchisi Farg'onaga yetib borgan, Yozyovonda, to'g'rimi? Tumaroqda deyapti. Shu Farg'ona kanali davomchisi hozir amalda ustozimizdan bir yosh kelinchak istashyapti. Xuddi mana shuni ana o'sha yosh kelinchak istashyapti. Demoqchimanki, balki bizdan ko'ra ularni ham anaqasi ko'proq effekt berib qolar deyapman. Yo'lidan o'tib ketyapti. Katta 24 gaz 24 Volgasida kanalga tushib ketgan. Kanalga tushib ketgan. Bolani mashinasini chiqara oldik, o'zi topilmayapti. Mana hozir 2 kundan beri kanalga qidiruv ishlari olib borilyapti. Viloyat hokimiga murojaat qilib bordi. Mahallada ustoqlar bordi. Borishib iltimos qilib viloyat hokimlariga nimalarga iltimos qilib boruvdik. Kanalni suvini tashlab berishni iltimos qildik, g'avvoslarni ko'paytirishni hammasini joy-joyda qilib kanalni suvini inobatga olib gapimizni tashlab berdi. Ancha rahmat, katta tashakkurlarni. Mana bu g'avvoslarni so'rayapmiz. Harakat bo'lyapti, to'xtagani yo'q. Endi Xudo xolasa maqsadimiz shu bolani topish. Hurmatli Andijon viloyati barcha birodarlarimiz mayli. Hurmatli obunachilar, mana hozir biz bu yerda g'avvozlarni ko'rdilar, biroz oldin mana shu yerda g'avvozlar bor edi. G'avvozlar ketishdi. Chunki endi bitta joyda istamash kerakda, pastroq tarafda istaymiz. Pastroqqa qarab yurilishi, balki bu yerda ilinib qolmagandir, balki bu yerda cho'kib qolmagandir deb past tarafga ketishdi. Lekin bu yerdagilarga ham rahmat, g'avvozlarga. G'avvozga ham oson emas, chunki mana shu hozir suv layqa. Lekin biz kelgandan keyin yana ham pasayapti suv. Endi birdaniga to'sib bermaydi suvni. Bizi kanalda mana shu mutasaddilar bo'lsa, mutasaddilarni qanaqadir yaqinlar bo'lsa, videoda kengroq tarqatsanglar, kengroq boradi. Ya'ni ko'proq insonlar ko'rib, mana shu bolani topilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Biz ham avvalambor Allohdan so'raymiz, chunki mana shu Allohim o'zi yordamchi bo'lishi kerak. Chunki Allohim yordam bersagina mana shu bola bizga yuzaga chiqadi. Qayerga tushgani, qayerda oqib ketgani, balki o'sha joyda turgandir.
balki mana shu joyda istab topisholmayotgandir. Mana shuni yana chuqurroq hozir bular bilyapsizlar, loyiha shu. Qum bo'lib ketgan, shu pastlarga cho'kib ketganda shuni istashga yana ham bir qanaqadir insonlar jalb qilinishi kerakmi? Sizlardan hozir ota-onasi umuman gapiradigan holatda emas ekan. Chunki hech kim farzand bilan sinamasin. Farzand dog'i bilasizlar yomon. Endi qanaqadir kasal bo'lib o'lib qolsa, ha endi kasal bo'ldi, o'ldi, ko'maman dedi. Qanaqadir avariya holatda bo'lsa, avariya bo'lib qoldi, ko'maman dedi. Lekin mana shu insonda hozir o'ligini, tirigini topilmasa, ota-ona uchun juda qiyin ahvolda. Shuning uchun sizlardan bitta iltimos, hurmatli obunachilar, mana shu joy bizni ko'rib turgan bo'lsanglar, bizni kanalni kuzatib borayotgan bo'lsanglar, mana shu insonlarga hozir har qancha bo'lsa ham yordam kerak. Oddiygina bitta cho'paydan unaqa bo'lsa ham bular uzun cho'paylardan ham shu kanalni nima burchagiga siqib ko'rishyapti. Chunki ana shu yerda siqilib qolganmi yo botqoqda turib qolganmi deb. Shuning uchun sizlardan bitta iltimos, qattiq iltimos qilardim. Mana shu videomizni kengroq tarqatinglar. Ko'proq inson ko'rsin, yetib borsin. Endi biz suvni mana shu yana ham mana kamaytiribdi, lekin biz buni suv sohasini tushunmaymiz, lekin birdaniga to'xtatib bo'lmaydi, bilaman. Otib yuborish mumkin. Ana shu kalamush qaranglar, Qunduz bobo dedi, bu kalamush bilmay, u ham suvni suzib kelyapti. Ana o'ta turib ketdi. Shuning uchun hozir otdan ham foydalanishdi, mana ot biladi deyishadi. Chunki inson mana shu kanalda boshidan boshlab oxirigacha odam mana shu yerda yig'ilib turibdi. Rahmat hammaga, befarq bo'lmayotgani uchun. Mana hozir ustozimiz yosh kelinchak istayapti, biz yosh yigit istayapmiz. 20 yosh, eng atigi 22 yoshda nima qarshi olgan yigitimiz mana shu avtorus Volga avtorusida kecha 9-aprel kuni shu nimasini yo'qotganligi uchun rolni nimasini yo'qotib, endi men mashina sohani o'zida ko'p tushunmayman, lekin boshqaruvni yo'qotgan holatda mana shu kanalga tushib kelgan, lekin telefonlari tashqarida qolgan. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta videomiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, sizlar like bosib qo'yinglar, bo'ldi. Sizlardan shu narsani talab qilamiz xolos. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum akajonlarim, sizlar sog'lar, yaxshimi? Anchadan beri video chiqarmay qo'ygandim. Endi xudo xolasa hozir videolar davomini ko'rib borasizlar. Qorong'ida qayda yuribsizlar deysizlar. Xudo xolasa uzoq joylardamiz. Bir akamiz o'ynab ketdi. Xo'rozni uzoqlarga borib keldik, damalab boshqa qilib. Lekin bu ham Quvvat Yusuf janoblari hozir uxlab turdi. Mashinalarimiz hozir bolalar tushib ketdi pastga. Hozir oldin orqada uxlayapti. Yig'lab turdi. Lekin yomg'ir yog'yapti. İşte tashqari yomg'ir. Endi ko'rindim yomg'ir. Yomg'ir faslida. Erta bahor keldi debdim men. Mana yomg'ir ko'rinyaptimi? Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, hurmatli obunachilar, qo'lingizga anaqa tushadi. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa chiroyli qilib videolar chiqarishga harakat qilamiz. Videolar qilib qo'yganman. Shu xo'rozni cho'qilgan qon joyini ko'rib qo'ygan ekan. 2-3 ta videolarimni bloklab tashladi. 15 kun 20 kunga bloklab qo'ydi. Qo'ymagandim. Endi xudo xolasa akamiz ham kasal ekan. Nima dedi? Insult bo'lib qolgan dedi. Hech kim yo'q yordam beradigan dedi. O'zimizda ekan, xudo xolasa o'tib videolarni ham chiqarishga harakat qilaman. Keyin bir akamiz ham uzoq joyda ekan, lekin borgani sharoitim bo'lmayapti. To'g'risi, nomerini qo'yib o'tib ketaman. Kim yordam beradigan bo'lsa, ko'ngildan chiqarib qaraydigan bo'lsa, akalar, akaga nomer qo'yib ketgan. Nomerimga telefon qilinglar, qanday yordam kerak bo'lsa, o'zlari bilan gaplashib, iloji bo'lsa yaqiniga borib gaplashasizlar. Yaqin insonlarga oldiga borasizlar, gaplashib, chiroyli qilib o'zinglar yordam berasizlar qo'lingizdan kelganicha. Endi qo'limdan kelgani shu, chunki uzoqda ekan, borgani anaqa masofa uzoq. Takamozlar o'rtamda. Aka, bu tuxum qancha makan, qanaqa makan, shuni ta'rifini aytib qo'ying. Makan ta'riflarini. Necha marta yutgan buni onasi? Qaysi? Otasi? 5 ta.
5'te yutgan qanchadan? 500 dollarmi, 1000 dollarmi? Bilmayman unisini. 5 ta yutgan ama. Yutgan, dong'i chiqqan xolos. Ha, Ha. Nima degan nomi? Uraz. Qirg'izistonda o'ynagan u. Qirg'izistonda o'ynalgan. Bitta beryapsiz hozir? Ashi kelib tug'ib qo'ydi u makiya. Kelib tug'di maka, ya'ni kulki yo'q ekan, ana shuni menga beryapti uni. Hozir boshqa yo'qmi, boshqa? Yo'q, yo'q. Ertaga kelsak-chi? Yo'q, endi tug'sa qilib beraman uka. Tug'sa qilib berar ekan. Lekin mana bugun necha chislo? 6. 6 ekan. Bugun 6-chisloda, xudo xolasa mana bir dona tuxmat ketyapti. Borib postiramiz buni. Kuzatib boringlar. Keyingi videolar xudo xolasa uyda parandalarni chiqaramiz, qo'llab-quvvatlab tarqatib yuborsanglar, xudo xolasa kengroq qilib tarqatib yuborsanglar, zo'r qilib videolar chiqarishga harakat qilaman. Endi karta nomer, xudo xolasa ko'pchilik karta nomer tashing, eksonlarimiz bor, shunaqa deyapti. Endi qanday bo'lar ekan, xudo xolasa ko'ramiz. Mana shu videomda yoki bo'lmasam keyingi videomda karta qo'yib ketaman. Agar effekti bo'ladigan bo'lsa, kartalarni qo'yib ketaman. Shu manaqa joyga borib, shunaqalik qiynalgan joylarga borib turib, qiynalgan insonlar yordam bering, shu puldan qandaydir muhtojlik sezadigan bo'lsak, xudo xolasa shu insonlarga shu odamlarni ehson qilgan pullar bilan xudo xolasa yordam berishga harakat qilamiz. Bo'lmasam qo'llab-quvvatlab turinglar, kuzatib boringlar. Bir dona tuxum oldik. Mana akajonlarim, hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana jo'jalar katta bo'lib qolgan. Bu hashaki bu. Bular katta bo'lib qoldi. Bir oylik bo'lib qoldi ular jo'jalar. Bir oylik bo'ldi, keyingi partiya mana o'zi qochib chiqdi. 3 kunlik jo'jalar ham bor, tashqarida yuribdi. Ko'ryapsizlarmi turishini? Xudo xolasa bir chempion qilamiz shular. Endi mana uni bilmayapman, ko'pchilik xo'roz deyapti, makon deyapti. Nima shuni? Xo'roz deb umid qilyapman, nariga ham xo'roz bo'lib chiqyapti. Tumshug'ini ko'ryapsizlarmi? Ko'rsanglar. Tumshug'ini bajaryapmiz, mana shu bo'lakcha. Bo'lakcha narsalar chiqdi bu yil sezonda. Qip-qizil xo'roz chiqqan. Tumshug' kalta. Bunda ham mana shu. Ko'ryapsizlarmi shuni? Svet ozgina xalaqit beryapti. Hozir kichkinalarni ham ko'rsataman. Endi bularga har xil dorilar beryapman, immunitetini ko'targani. Akamiz Alloh rozi bo'lsin, ancha yordam beryapti. Xudo xolasa chiroyli qilib katta qilib olsak bularni. Chicha olib qoladi, tuzalib qoldi ham. Akamiz yordami bilan ancha oyoqqa turib qoldi. Video boshqa deganlarga video. Mana u endi haligi po'yramol deydi-ku, po'yramol. O'netki bolam o'ylab naqad tashab qo'yibdi. Hozir keyingilar ko'rsataman hozir. Nari qora bilan teng, nari xonada kichkina qora bilan teng turuvdi. Ana shu sherigi nari yuribdi aka, qolganlari keyingi partiyalar. 10 kunlik bo'lib qoldi bu jo'jalar. Endi bular hammasi inkubatorda chiqqanlar. Lekin nari kattalar yana to'g'ri oshib chiqqan. Bu ichida yaponlar ham bor, hashaklar ham bor. O yapon tovuq, pompa tovuq. Mana u xo'roz. Mana u ham dakan, mana u ham dakan, onasi ham dakan. 4 ta dakan, 2 ta hashaki bor. 3 ta hashaki bor. Xullas. Ko'ryapsizlarmi? Hibrid chiqdi, hibrid. Ularga haqiqatdan inkubatorda chiqqandan keyin ena bo'lish kerak ekan, bitta ena bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Oyog'ida paypog'i bor. Jo'jani.
Endi xo'rozlarni ko'rsataman hozir.